Uni nimaga men hamma ishni men qilib berishim kerak sizga? Uy egasi chiqib qolib, ana shu yuzimga bitta shapaloq urganda. Soxtalikni qilib 3 kun pataqada o'tkazib, Onasi o'tdi, otasini uylantirishdi boshqa ayolga-da. odam molasi ichida aka. Qabristonda sehr topib olganlar, boshqa. Esingizda qolib ketgan eng ayanchli variant qaysi biri? Vashcha ashaddiylari bor. Mushi manu. Uni ana lapatka bilan ko'lab ko'rmaydi. Shunday yer ustiga qo'yadi, deyapti. Bo'ldi, o'zi yer tagiga kirib ketadiganlari bor. Shunaqa ustalar, endi bizni aybimi, bizni bilmaymiz bu narsani. Mashina chuqurlikdan, kindayday chuqurlikdan chiqib keldi-da. Jiyanlari ham bilib turibdi-da, tog'asi nima qilib o'qiyotganligini-da. Bu narsani endi boshiga tushganlar ko'proq. Yolg'izlik bo'lmas ekan. Ayol kishi evlab ketaverar ekan, erkak kishi qiynalib qolar ekan. Odam molasi. Begona qilmaydi-da bu narsa. Begona qilmaydi. Aytaman-da, nima zarar, birovni baxtsizligiga o'zing baxtli bo'lib qolasan. Qorong uyga kirganda ham Mahmudlarni kimdir qarab turganga o'xshyapti deb o'zingiz ana shugana qursiz shu narsa kelaveradi. Shunaqa, xuddi shu. Aslida u bo'lmasligi ham bo'lmasligi ham. Uyingizni sotmoqchimisiz? Uyingizga banner ilib qo'yib xaridor kutishi o'zi bu yetarli emas. Agar siz uyingizni rostdan va tezroq sotmoqchi bo'lsangiz, uyni chiroyli video obzor qilib, uni to'g'ri va kerakli auditoriyaga ko'rsatish muhim. Meni ismim Jamshid Maqsudov, Jamshid uychi loyihasini yo'lga qo'ydim. Sotilayotgan uylarni video obzor qilib, uni YouTube va Instagram sahifamdagi auditoriyaga ko'rsataman. Agar siz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, ekraninizdagi raqamlarga murojaat qiling. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, sizni uyingizni sotilishiga va uy qidirib yurgan insonlarning uyli bo'lishiga sababchi bo'laman. Yosh katta odamlar kelib qoladi, bir xil paytda joy talashadi men bilan. Mana nima qiladi shuncha joy o'zi bitta odam bo'lsa edi. Yo, meni bolalarim bor, bolalardan nechta 3 ta, nevaralar-chi 15 ta. Shuncha odam olib kelmoqchimisiz? Yo'q, desa, endi bola chaqani ham o'ylash kerak-ku deydi. Xo'p, shu bola chaqadan bittasi hozir kelib qolsa shetga nima qilasiz deyman. Niyat sal to'g'ri qilsangiz-chi dedim. Undan ko'ra o'zimga joy etsam, iloyim ularni kelishini men ko'rmaydim, niyat qiling deyman. Odamning niyatiga yarasha bo'lib qolsa chidamaydi. Vahshiyda nima keragi bor o'zi to'g'risida bundan katta joy olib qo'yib bir nimaga erishishi. Qabristonda menga keladi, ana yerda endi o'to'rim payt, hali o'tli o'rilmagan. O'rilyapti, hashi sal xo'jiragandan keyin olib chiqiladi. Kelyapti-da, ana yerda o'to'rib qo'yibsanlar, qachon olasanlar dedi. Sal xo'jirasa, men yerda bo'lsam, bolalar oladi. 2 kundan keyin yana kelyapti, oldirdingmi deyapti. Endi bolalar olib chiqib ketgan, tepasiga ham bormaganda gapirayotgan gapini. Oldirdingmi deyapti. Bilmayman, o'zi kim olish kerak, uni bola chaqasi olish kerak dedim. Jim turibdi. Bola chaqasi olish kerak, katta qilxonani qilyapsizmi dedim. Bo'ldi, men tozalayman, xolaga odamni ko'nvarsam bo'ladimi dedim. Yo'q deyapti. Uni nimaga men hamma ishni men qilib berishim kerak sizga dedim. Bunda olib qarasangiz, sal o'ylaydim, o'sha odamlarni qurib qo'ygan uyda yashayotsanlar, boshqa ikkita nevarangni olib chiq, bunda tozala, sal o'rgat, sandan keyin ham mana shunaqa bo'yotmasligi uchun. Dadam olib chiqib o'rgatardi, boshqa chiqib tozalab turaylik degan sal qaddini bukib mehnatga o'rgat. Mamedni go'rko'lardan talab qo'rgancha. Endi bor-da, odamlar bor, u haddini bilmay qolyapti-da. Ana qabr ustini bossa gunoh bo'ladi deydi-yu, lekin ko'chaga chiqib odamlarning ustini bemalol tepkilab o'tib ketadi, shunga hayron qolib. U gunoh emasmi? O'likni manfaatidan tirikni manfaati ustun deyilganda, Mamedni voy qaralaring oyonti, qabrlarni bosmalaring deyishadi, ko'chaga chiqqanda, mashinaga o'tirgandan keyin bitta mahluq qaylanadi qo'yadi. Bunday gaplar to'ppa-tuz odam mashinaga mingandan keyin bilmayman, boshqacha bir anaqaga aylanib qolib, birovni mensimay, birovni anaqa qilib keladi-da. Men qo'lida tuzuv telefon tutib olgan, boshqa qilib olgan. Menga aytayotdi-da. Zo'r telefon tutib olibdi-da. 17 tutib olgan. Tegida yaxshi mashina. Bolalar aytadi, "Va men qayerdan bilasan, shofer bo'lsa-chi" deyman. Yaxshi gumonda bo'lish kerak. Keyin shofer bo'lsa, yaxshi gumonda emas. Bu oltigarchining joyiga qo'yadi, xo'jayin deb o'ylayapti-da. Bolalar-da. Menga qara, hozir Malika yetishsa, varendaga tiqilyapti Vikovga. Mashinani ham rentkardan olasan, xohlaganingni qilasan. Odamlar mana shundan soxta bo'lib ketyapti. Sen ishonmagin bu yaltil-yultiliga deyman. Yaqinda ham anaqa aytyapti-da. Men hojaga berimga, men bitta ish boshlasam deyman, endi boshqa dehqonchilik ham bor deyman. Bitta ish boshlasam hech qachon pul uchun boshlash kerak emas ekan. Xudo mashinani rislantirsin deb boshlash kerak ekan. Oka, pul uchun boshlamasa nima uchun boshlanadi? Rizq nasib qilsa yeyiladi.
pul oqib ham ketaveradi deyman-da. Endi hop deyapti, aka deyapti. 50 ming dollaringiz bo'lsa nima qilardingiz deydi. Shunda uyga qo'yardim, ertasi kuni men mana futbolga men shalvar bilan yana ishga chiqib ketaverardim dedim. 50 ming dollaringiz bo'lsa 50 ming dollarlik o'ylardingiz deyapti. Menga qarab, ukam 500 dollar yo'q odamning qo'liga 17 tutib olib, ko'ttiga Range Rover olib yurganlar bor. Ular ham necha minglik o'ylayapti desam, im turibdi. Bu ham to'g'ri deydi. U gapingni dedim. Ko'chada tushib qolgan gaplarni menga gapirmagin. Biza necha pul tushsa ham o'zimizni biladigan o'ylab yursak bo'ldi dedim. Shunaqa oilalar bor, o'zi yashayotgan uyi dadasining uyi yoki buvisining uyida, lekin xuddi o'sha dada buvilar o'zini uyida qanaqadir kimgadir qaram sig'indi bo'lib yashayotganga o'xshaydi. Shunaqa oilalarga ham guvoh bo'lganmisiz? Bunaqalar ko'p. O'zi hayotda eng yomon narsa, ani e'tiborsiz bir odam insonga keraksiz bo'lib qolishda o'zi. Xuddi o'zini shunaqa keraksizdek his qilib qoladi o'sha dada buvilar. Ha, inson uchun eng yomon hissiyot o'zini his qilishlik, bu hech kimga kerak emasligini his qilishda. Nevaralar, yosh nevaralar aytganingizdek o'sha dada buvisining uyida yashaydi. Lekin dada buvini bir tinga olmasdan, boshqa qilmasdan, endi bunga ham nima sababchi? Okay? Ayollar pig'ligi keng bo'lsa, bu dodang bo'ladi. Kelinlarning o'zi pig'i keng bo'lsa, bu dodang bo'ladi. Bu dodang vamaqa sen qanaqa qaraysan hali? To'g'ri bitta gapni 3-4 marta gapirib qo'yishyapgandir, boshqa qilishyapgandir. Lekin sen qanaqa qaraysan? Men hali qanaqa qarayman? Dodingga yaxshi qara, buvingga yaxshi qara deb mana shu kelinlarni o'zi nevaralariga, mana shu bolalariga tushuntirish kerak. Chunki ertaga ulardan keyin xuddi o'sha kursida, xuddi o'sha narsada salla o'tirasanlar. Qaytadi ertaga. Ha. Ertaga seni bolalaring ham shu gapni sen nevaralaringga gapiradi. Yer dumaloq. Aylanib o'zing keladi. O'rgan narsang o'zingga tushadi. Men ko'rganmizda mana shunaqa xor bo'lib ketganlarni. Endi to'g'ri, ana hamma narsani qilib berib turib ertaga yoshing katta bo'lgandan keyin mana ochig'ini aytaman, men payt kezi bor. Katta o'g'lim 14 ga kiradi, kichkinasi 12 ga kiradi. Yur hammomga, yelkalarimni ishqalab qo'y deyman. Taylataman men. Hali o'zingizga shart emas, lekin o'z shart emas, lekin yelkamga ishqalab qo'y deyman. Endi kirib ishqalab boshqa qilib ertaga yoshim katta bo'lib bilmayman, chunki men ko'pchilik ko'rganman, kasal bo'lib yotib qolarganlar bor, boshqa qilib yotib, ertaga otasidan irganmasin. Shuncha yil otam badanini ko'rmay endi ko'rish bir g'alati bo'lib qolmasin ularga deyman. Yelkamni ishqalab qo'y, boshqa qo'y, oyog'imni ishqalab qo'y. Bolani halitdan otasini men oyog'imni yudiraman payti kelsa. Oyog'imni yudiraman, menga kerak emas, lekin yudiraman-da duo qilaman. Ilohim piri badavlat bo'lgan, iymonli, e'tiqodli bo'lgan duo qilaman o'zim. Bo'lmasa men oyog'imni chayib bitta suv olib tashlash, men yoshman misol uchun. Tarbiya-da bu. Shu narsaga o'rgansin, salpal ertaga demasin deyman. Nima men qilib yurasan, misol uchun ertaga kimdir ham bir balbezbolda bo'ladi-da. Voy, sana qilyapsan deb qolsa, nima qildi adam oyog'i degan anaqaga olib kelish. Tarbiya ham sekin mana shunaqa bo'laveradi. Shuni aytaman men. Odam o'ziga bog'liqda, hamma narsa. Odam o'ziga bog'liq. Hozir mana bu oqibat haqida gaplashdik-ku. Oqibat. Tiriklik vaqtida sinisini yoki opasini yoniga bir 4 tonon ko'tarib bormaydi-da, lekin vafot qilgandan keyin qabrga men qo'yaman talash tortishib qoladi-ku. Qo'ygandan ayni deb berasiz, qo'ygandan keyin kibrlanib hammaga maqtanib yuradi. Men qo'ydim opamni deydi yoki men sinimni men qo'ydim deydi boshqa. Nazorat tiriklik vaqtida shu narsani yo'lga qo'ysa bo'lmasmidi oqibatda deyman-da. Ko'zbo'yamachilik kerak bo'lib qolsa, aka. Voy bir pasda nomahramlar qaramasin, yaqin o'sha bitta janoza bo'ldi-da. 4 Mehmet tomchilar yaqin bo'ladi. Yashigini ko'tarib olib, alohida olib ketasiz desam, yo mayt badani ko'rinib qoladi, u yo'q. Ertalar xabarga 3 ta yigit keldi-da. O'rtog'imizning onasi bo'ladi, qiynalgan oila, aka, o'shani bir amallab yo'q qilib bering, aka, yo'q, iltimos qildilar. Bo'pti, xo'p dedim. Qilib bersam, keyin bir payt janozada Xudoyorxonlar kelishdi. Hech kimga to'g'ri berishmayapti, boshqa qilishmayapti. Ertalab boshqa dunyo, abetda o'sha boshqa dunyo. Keyin hammaga men so'radim. To'g'ri, unaqasi aylantirib bo'pti, senlarga gap shunday. Shu qarasam Go'rtepasida 15 ta bola turibdi. Bu ayolni ko'rganmisanlar dedim. Ha, ko'rganmiz. Nima ish qilarlar? Tikuvchilar, yaxshi ayolinglar. Ko'chaga non-ponga, bozorlik qilganicha mehnatda o'tib ketdilar, Xudo rahmat qilsin. Nimaga endi o'lgandan keyin aka-uka paydo bo'lib qoldimi? Desam, endi aka nima deysiz deyapti. O'lgandan keyin allada aziz qilib, endi bittasi qudali, bittasi andali.
Bo'lmasa o'sha to'y qilayotganda ham singlini burchakkaga o'tkazib qo'ygan odam o'lgandan keyin qudalarini oldida xuddi mehr oqibatli chakmonlarni ilib bel boylab soxtalikni qilib 3 kun pataqada o'tkazib boshqa qilib bo'ldi. Jiyanlar ham esdan chiqib ketgan boshqa. Jiyanlari ham bilib turibdi-da, tog'asi nima qilib qilayotganligini-da. Mana shunaqa soxtalar bor. Odamlarni ko'ziga ekan. Odamlarning ko'ziga, ani qudalarni oldida xuddi o'zini oqibatli mehr oqibatli balkim uyda ham ehson qilib yuborgandir shu. Opamga deb endi anularni palon joyga quda bo'lib qolgan u endi. Lekin men 4 devar orasi bekitib turibdi-yu. Mana shunaqa oilalar bor aka. Gapirsangiz gap ko'p. Shunaqa oilalar bor, masalan, onasi o'tdi, otasini uylantirishdi boshqa ayolga-da. Shunaqa farzandlar bor, o'sha ayolni otasiga qarayotgani uchun hurmat qilib, hurmatini joyiga qo'yadi, boshqa qiladi. Otasidan keyin ham masalan hurmatini joyiga qo'yadigan oilalar bilaman men shuni. Lekin bir xillar bor, otasi o'lgandan keyin o'sha ayolni haydab quvib soladi. Yo'q, u xizmatini qilib bo'ldi-da endi u. Ishi bitdi-da uni degandek-da. Endi oldingi ayollar xizmatini qilgani kelardi, hozirgilar mana shu ikkita amakilar borda, endi o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Uy alohida uyga chiqarib qo'ydim. Uyni men nomga o'tkazib berasiz deydi. Hali 2 oy ham yashamaganman deydi. Uyni men nomga o'tkazib berasiz, boshqa yo'q. Keyin qarasam, o'tkir deydi. Bo'lmadi deydi. Men aytdim, endi bitta amaki borlar, aytdilar shu onamiz 69-yil o'lgan bo'lsalar, adamlar yosh edilar. Keyin adamlar uylandilar. U ayol farzand ko'rmadi. 40 yildan oshiq yashashdi billa. Olamdan o'tgandan keyin farzand ko'rmaganlarning o'zlari sig'olmadilar bizlarning uyga. O'zlarini o'sha ukalarining uyiga ketdilar. Xuddi men sig'indi bo'lib qolmay endi degandek, biza bo'lmasa haydamadik, boshqa qilmadik. Ko'ngillari o'tirmadi deyapti adamlardan keyin deyapti. O'zi qabul qila olmadi. O'zi qabul qila olmadi. Bitta meni mebel bilan meni yotarganimni beringlar deb so'rayaptilar deydi. Indamay, nimaga yo'q endi o'sha menga metib turish hojati yo'q. Qaysi biringlar xizmatingdan qilaman. Yetibdi-da. Aytolmanda, har xil ayol bor-da. Bir xillari xizmatini qilib kelaman deb Allohning yo'lida bo'lsa, bir xillari deyapti-da hozirgi paytda. Endi bir xil o'g'illar bor. Yetib beradilar, endi ayolim o'tdi. Men hamma 3 ta qiz, bitta o'g'lim qoldi, qizlarimni uzatdim. O'g'limni uylantirdim. Endi qarasam yoshim 60 dan oshdi. O'zim g'alati bo'laman, kechasi bir nima bo'lib qolsam. Uylantirib qo'ygan desam, uylantirishmadi. Oxiri o'zim topib bittasiga uylansam, endi o'g'lim telefoniga SMS yozib, bir nima qilib tuhmat qilib haydab yubordi xotinimni dedilar. Endi kiyimlar dazmollangan, cho'tki bir holatda yuruvdilar-da. Desam, uylandim dedilar, xursand bo'lib. Kiyimlar toza, boshqa. Endi erkak kishi 60 dan keyin kelinga men kiyimimni yuvib bering deyolmas ekanda. Keyin bu narsani endi boshiga tushganlar ko'proq yolg'izlik bo'lmas ekan. Ayol kishi evlab ketaverar ekan, erkak kishi qiynalib qolar ekan. Ayol kishi evlab ketaverar ekan, qizlar yuvib beradi. Endi aytayapti-da, men qizimga ham kiyimimni beraman, yuvib turishga deyiladi. Mana shunaqa narsalar. Endi qiyin, yolg'izlik qiyin. Ya'ni ketma-ket farzandini dafn qilganlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. 3 talab farzandini ko'mganlar bor-da. Ketma-ket. 3 talab. Desa, mana shunaqa bo'lib qoldi. Desa, mana shunaqa bo'lib qoldi. Endi Allohdan hammasi. Sabr qilsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Farzand ko'mish. Mana sehr mavzusida juda ham ko'payib ketdi. Mana shu qabristonda sehr topib olganlar, boshqa. Siz ham shunaqa holatlarga tushganmisiz? Mana shunaqa qo'g'irchoqlarni, o'yinchoqlarni topib olgan, bir esingizda qolib ketgan eng ayanchli variant qaysi biri? Bir aka keldilar, naryoqda edilar, ular garochi aytdilar, mana shu buvim taraf ko'milgan ekan. Aka bosh tarafiga deyapti. Siz ko'lab, men ko'lab topolmayman, uni killab toparganlari bor. Yo'q desam, endi topib keldilar. Ko'ladi, azing chuqurdan chiqib keldi. Ilonni boshiga o'qilgan bu dedi. Yaqin. Hamma narsaga ilonni kallasi, tirnoq, choch, bug'doy shunaqalarni o'rab tashlagandi. Voy, onangning qattan bu shunchalik anaqa sehrli kuchlilari bor ekanda. Ilonni boshiga keyin bir kun bittasi aytdi, ko'la berasizlar dedi. Mashina chuqurlikdan kim deydi, o'tga kichkina anaqa qiladi, qanaqa qilib buni anaqa qiladi desa, shunaqa kuchlilari bor, shunda yer ustiga qo'yib ketadi. Naryoqda ustasi o'qisa, o'zi yer tagiga tortib ketarganlari bor.
Shunaqa ham bo'lar. Shunaqalari ham bo'lar ekanda. Men o'zim Uni lapatka bilan lapatga bilan ko'ramaydi. Shunday yer ustiga qo'yadi, deyapti. Bo'ldi, o'zi yer tagiga kirib ketadiganlari bor. Shunaqa ustalar. Endi bizni bilmayman, bizni bilmaymiz bu narsani. Mashina chuqurlikdan kindaydi chuqurlikdan chiqib keldi-da. Bitta men ko'rganda boshqa gap, tepamda boshqa bolalar ham bor edi. Voy, qo'langan yer bilinadi-ku, uni qo'lanmagan, ha? Qo'lanmagan. Qotib yotibdi o'sha. Ha, qotib yotibdi. O'sha yerdan topdi. Endi vahshiy ekan. Mana shunaqa ustalari ko'payib ketgan. Endi odamlar aytaman-da, nima zarar, birovni baxtsizligiga o'zing baxtli bo'lib qolasan. Xuddi o'lishingiz uchun bitta kafan yetmayotgan bo'lsa, o'sha qilgan odam terisini shilib kafan qilib beradi-da tepada. Xudodan qo'rqlaring. Qarang-da, birov qiynalib yashasa, birov nonga zor bo'lib yashasa, yoki farzandi qaytib kelib bir baxtsiz bo'lsa, anu qilgan odam xursand bo'lib o'tiradimi endi shunga? Endi shuning uchun aka maqtanish kerak emas-da. Maqtansangiz mana shunaqa narsaga tushirasiz. Maqtansangiz mana shunaqa hasadgo'y odamni hasadini qo'zg'atib qo'yasiz-da, tushirasiz. Shuning uchun rasmlarni, boshqalarni qayerda nima ish qilayotganingni ham bilintirmay yurganing ma'qul. Endi oilada masalan bir xursandchilik bo'lsa, endi uni ham masalan qo'shniga yoki boshqa tanimaydigan odamlarga yetmaydi-da, o'zini eng yaqinlarini chaqirib, "Men bunaqa ish boshladim, men bunaqa bo'ldi" deyishi mumkin. Odam molasi ichida aka. Odam molasi ichida. Degana qilmaydi-da, bu narsa. Degana qilmaydi. Vashcha ashaddiylari bor. O'sha ma'lum odamlar keyin vasvasaga tushib qoladi, jinkash oldiga boradi. Jinkash bitta xo'roz so'y deydi. Xo'roz so'yasiz, keyin pich-pichi o'qib qo'yadi. O'qib qo'ygandan keyin ketdi. Keyin bir 10 kun 15 kunga ana vasvasa qilarganda sizni tinch qo'yadi. Voy yaxshi bo'lib qoldi endi yuraveradi. Xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Keyin 15-20 kundan keyin yana boshlanadi. Jinkashni oldiga boradi. Yana boshlandi bir nima. Endi qo'y so'yin deydi, mol so'yin deydi. Mana shunaqa qilib ketdi, bu yoq protsedura ketaveradi. Vaholanki bu narsalarga siz o'zingizni iymoningizga kuch berishingiz kerak. Zikr tasbih, namozlarga baquvvat bo'lsangiz, o'zingiz Qur'on o'qib pok holatda yursangiz, bu narsalar sizga ta'sir qilmaydi. O'zingiz endi odamlar bor, voy men vasvasaga tushib qolarganlar ham bor-da. Vasvasaga tushib qolib, voy menda shunaqa qilsin. Mana ey, sen oldin bilgan, balkim o'zing shunaqa nasriniyada tursan, hamma narsaga ishonib qolavermagan deyman-da. Ishonib qolib faqat qilayotganlar bor-da, mana shu. Men aytaman-da, falonchi o'qiganlar bormi deb so'rashadi. Ular ham doktordan qimmat bo'lib ketgan deb qo'yaman-da. Lichenasi qimmat ularni. Ta'sir qilsa qilmasa deyman-da. O'zingga eng yaxshi o'zingni o'zing davolaganing yaxshi. Misol uchun deyman. Abror Muxtor Ali bilan ham shu temada rosa bahslarni ko'p bo'lyapti oxirgi paytda. Jin kirishi bormi, sehr unaqami, bunaqami degan savollar ko'p bo'ladi. Jin kirish kirmaydi o'zi deyiladi, ya'ni kasb qilgan deyiladi. Siz aytyapsiz-ku, doktorlardan ham qimmat bo'lib ketdi bu narsa deyapsiz. Shunaqa odamlar o'zi shu miyasida faqat shu narsani o'ylab yuradiganlarda ko'proq shunaqa narsa bo'ladi. Bitta narsani o'ylayursiz, juda depressiyaga tez tushadigan bo'lib qoldi. Oldingi odamlar bunaqa bo'ldi. Qorong'i uyga kirganda ham "Hamutani kimdir qarab turganga o'xshayapti" deb o'zingiz ana shugani qilaversiz, shu narsa kelaveradi. Shunaqa, xuddi shu. Aslida u bo'lmasligi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. U shuning uchun mana Allohga iymon keltirganmiz. Oyatul kursini o'qisang, jildi seni tark etadi, azon ovozini eshitib, hammasi bo'lib turibdi-da. Misol uchun hamma iymon keltirganmiz, shu narsaga ishonamiz. Shu narsalarni qilib yursang, senga hech qanaqa zarar tegmaydi. O'zing nopok joyda yuraversang, burchak-murchaklarga yozilib yuraversang, boshqa qilsang, u dushman shart emas, o'zingni ham ilakishtirib olishing mumkin. O'zingga o'zing chaqirib olasan. O'zingga o'zing ham chaqirib olishing mumkin. Shuning uchun pok bo'lib, manaqada Xudo Alloh deb yursang, ta'sir qilmaydi bu narsa. Mana shu dafn marosimida sizga eng yoqmaydigan holat nima? Qaysi holat? Soxtalik. Soxta odamlar-da. Aqlli odamlar. Esdan chiqarib yuborishadi, lekin voy bu olam gaplarni gapirib aqllilik yo'q-da qisqasida. Mana shu o'likni tepasida talashib turishadi. Bir haftadan keyin bo'ldi, bittasini ham didorini ko'rmaysiz-da. Kelmaydi ham, Kelmaydi ham. 5-6 yildan keyin qidirib kelishadi, mana bu joyi ko'miluvdi, unaqa edi, bunaqa edi. Qisqasi soxta odamlar. Mana shu ishingiz davomida otani mas'uliyatsizligi sababli farzandlari undan nafratlanib, shu o'lganni kunidan ko'mib ketganlari ham bo'lganmi? Keyin otamda endi shu deb birinchi o'chirda ichadiganlardan nafratlanadi.
Chunki onaga ozor bergan, otaga ozor, o'ziga ham ozor bergan, hammaga ozor bergan. Ichi dumalab mana bu yerda ro'zg'ori tayini yo'q, lekin mana bu yoqdan hamma yoqni xalta qilib, bolalarni so'kkan, keliniga yopishgan, boshqa qilgan. Mana shu ichkilikni ketidan bo'lgan narsalar. Ichadigan odam hammaga yopishib ko'rar ekanda. Endi aytishi mumkin bir xil sani pulingni ichyapmiz ham deyish mumkin, lekin tashqaridan qaraganda juda g'ashini keltiradi. Bir xilla bor-da, endi yosh katta bo'lib, qudandalik bo'lgandan keyin yig'ishtirib qo'yadi-da. Sababi o'zi uyaladi. Kelin bor, bolalar bor, nevaralari mani oriyatli odamlar. Qo'y deydi. Oriyatli odamlar, yo, qo'y deydi. Hozir anular ko'rsa nimani o'rgatayotgan bo'laman ularga. Chunki siz o'zingiz qilayotgan narsangiz bolalaringizga ham ruxsat bergan bo'lasiz, o'zingiz qilayotgan narsangizga. Ibrat bo'lib ko'rinyapsiz-da. Yo'q, mumkin ekan mana yuribdilar deydi bo'ldi. Ibrat emas, namuna bo'lib ko'rinyapti. Namuna bo'lib ko'rinyapti. Shunaqa otalar bor. Endi uni ota desa bo'ladimi, men bilmadim. Ikkinchi ayolga uylanadi-da. Ani birinchi ayoldan bo'lgan farzandlarini na yeb ichishiga qaraydi, na maktabiga qaraydi. Bitta odam aytib beryapti, bitta ayol aytib beryapti. Ikkita qizim bor deydi. Erim deydi boshqasiga uylanib olgan, ketgan deydi. Ani kichkina qizim bog'chaga boradi deydi. Bog'chadan olgani borsam, boshqa farzandlarini olgani kelgan otalar bunday kelganda farzandi ko'rib, "Ada" deb yugurib boradi deyapti-da. Shuni ko'r, qizim deyapti, ko'zini qir bilan o'sha bolalarga qarab qo'yadi deyapti. Qaraydi-da, lekin indamaydi menga. Chiqqandan keyin, "Oya, meni odam qachon keladilar?" deb so'raydi. Men ichlarim deydi, yuragim zillab ketadi deydi. Qanaqa javob berishni bilmayman deydi. Bitta gap aytani, yerdim oladi. Birinchi uchratda hamma bilish kerak. Eri xotin bilan o'rtada janjal bo'lsa, misol uchun xotining yomon bo'lsa ham bolalaringda ayb yo'q, bolalaring nafaqasini berishing kerak. Xotining yomondir. Mana shu anaqa mashina bolasi, lekin seni pushti kamaringdan bo'lgan. Nima bo'lsa ham seni bolang, teng bo'li qiz bola bo'lsa, seni oriyating, seni uyating. Nima bo'lganda ham, ertaga nima bo'lsa ham seni adresingga. Shu qizlar ko'chada yurib ketsa ham, bizilib ketsa ham seni adresingga. Palonchining qizi deydi. Palonchining qizi deydi. Ayoling yomon bo'lsa, farzandingda ayb yo'q. Baribir nafaqasini qilib qo'y. Bir xilla to'g'ri aliment, arzimagan aliment beryapti, boshqa qilyapti, yo bu yoq deydi-ku, u o'zingning qimmating. O'zingni bolangga qancha bersang ber. Lekin alimentni olib turib bolalarga qaramayotgan ayollar ham bor-da, aka. Alimentni palon pul qilib beradi, lekin bolaga borsangiz kiyimi yirtuvchi, ovqatini tayini yo'q, o'zi ishga chiqib ketgan. Undan qarasangiz bolalarning alimentini puliga kiyinib yurgan, yasan-tusan qilib anetda ko'chada yurganlar ham bor-da, aka. Bolani uvol qilib yurganlar ham bor-ku. O'zi qirchang'iga o'xshab likillab chiqayotganlar, eriga ajrashganmiz, na prins qilib qirchang'i bo'lib chiqayotganlarning qanchasini ko'ryapsizlar. Men unchalik emas, o'zingizlar bilasizlar. Eriga na prins qilib ijtimoiy tarmoqda likillab yurgan ayollarning qanchasi bor. Shunaqalarni ko'radi, keyin bergisi kelmaydi. Alimentni bermagandan keyin bu odamga gapiradi, mana bermayapti. Men unaqa emas, faqat jabr deydi bitta odam qilib ko'rsatish kerak, lekin to'g'ri, u rasvodir ayol. Lekin bolani baribir saniki. U nima bo'lsa ham bolani boqib voyaga yetguncha sen boqishing kerak. Hayotimda o'ylab qarasangiz qiz-da, misol uchun hali uni bo'sishi, meva berishi aniq bo'lmagan bir xurmo daraxtiga odamlar pul chiqazib yuboradi-da, chetga-da. Lekin o'zini mahallasida, o'zini bir ko'chasida o'sib turgan mevasini bir qo'shni bolalari kelib qoqib meva olaman desa, to'polon qilib janjal qiladigan bitta narsa esimni qolib ketgan. Yoshligim kichkina bolaman. Mahalladan singlim bilan ketyapman, qo'l ushlashib nonga chiqib ketganmiz-da. Nonga ketyapmiz. Meva olmamida esimda yo'q, olmayvering esimda yo'q. Shuni singlimga olib beraman deb, shu qo'lim yetadigan joyda ekan. Shunda mevani uzib egasi chiqib qoldi-da, hali ko'chada bo'lmasam. Uy egasi chiqib qolib, mana shu yuzimga bitta shapaloq urganda. Mana shu haligacha mana shu eslasam, esimga tushib mana shu qattiq urganda. Hali bitta dona olmaydi qo'limda. O'sha narsa esimga tushib qoldi, shu mahalladagi odam edi. Shuni ko'rsangiz, meni eslaysiz. Endi uni oldinlari ko'chaga ekishdan sabab mana dinda ham bir ushur degan narsa bor-da, hosildan beriladigan narsa. Tipi ehsonim. Uni men o'zim terib yeyman deb ekmaganda oldingilar. Qo'lingizni mevali daraxtdan olib chiqib bera olmay qolsangiz, o'shandan yeb ko'chaga ehsoningizni bergan bo'lasiz. Ushur meva. Chunki mevali daraxt, Xudo ber desa beradi bu mevani. Xudo bersa beradi, bo'lmasam bermaydi. Misol uchun, el boshi, yur boshiga kelgan narsa-da. Bo'ldi, ehson-da u.
ko'chaniki. Baribir so'rab olgan yaxshi-yu, uni ko'chaga ekdingmi, o'zi ko'chadaglar yesin deb ekdim. Niyat boshqa-da. Niyat asli mana shunaqa. Endi hozirgi aqlim bo'lganda o'sha payt so'rab olardim. Lekin yosh bola bo'lgan ekanman deb bilmaganman. Shu sinimga olib beray deb shuni olganda kelib, shunaqa urgan, mana shu yuzimga tarsillatib urganda. Shundan tushuntirmagan-ku bolam. So'rab olsang men o'zim olib beraman desa ham boshqa gap edi. O'sha odamni ko'raman har doim, har ko'rganda esimga tushadi-da. Yomon qattiq tayyorganlik. Endi yoshlikda nimalar bo'lmaydi aka.